Ha? Keldingmi? Xullas, boshqa doktor aytdi. Men o'ladigan kasal ekanman. Yo'q-e. Shunaqami xotin? Men sensiz chidolmayman, yasholmayman. Shunaqa ekan. Xullas, operatsiyaga 500 million so'm kerak ekan. Yoki 500 million topib operatsiya qilar ekanmiz, yoki o'lar ekanman. Endi bu xush xabarmi, shu xabarmi bilmay qoldim-da. Xullas, vashcha qiyin operatsiya ekan. Srochniy pul topmasak bo'lmaydi. Yoki nima? Men o'lamanmi? Xotin, har ikki gaping birida o'layagar derding. Menimcha shu bashoratlaring jincha to'g'ri kelyapti-da. Uzr, bu noxush xabar-da. Shunda men o'lamanmi? Menimcha o'laysan xotin. Chunki menda uncha pul yo'q. Nimaga? Nimaga? Va iplas shuncha pulni yeb ichib yuborgansan. Nafs.